To'g'risini aytsam, boshqa do'konga kiruvdim. Buni mana ko'zlarini olib hisoblayman deb juda kampas narx aytdi. Men seni Instagramda ko'rib keldim. Hay, onamdan qolgan tillalar bor edi. Shuni kelinimga qilsam, o'zicha mensimayapti. Xo'p, onajon, ko'rsatingchi. Hozir bolam, o'zing ham ko'rsang bilasang kerak. Haqiqatdan ham qimmat sovetga tillalar. Yagitka, lotka olib kelibsiz. Обручальный oleng. Bu obruchalniyni dodang qo'limga taqqan zaksda. Yaxshi narsalar beribdi ekanda. Agar yaxshi narxda hisoblab bersang, ana bu bilaguzugimni ham beraman. Haqiqatdan ham 5.83 sovetskiy probalar. Buni grammini esa 8000 so'mdan olib qoladi. Buni esa 1 milliondan grammini olaman. Mashinani tarozga qo'yib hisoblab ko'rchi. Agar pulim anchagina chiqsa, yangi trenddagi tillalaringdan olaman. Xo'p, onajon, hozir hisoblab beraman. 15 million 688 ming bo'ladi. Bilek uzuvlaringiz mana hisoblamading-ku hali. bu 19 million 940 ming bo'lyapti. Men sizga buni 20 million rovno qilib beraman. Qancha bo'ldi bolam? Buni hammasi bilan hisoblaganda 87 million 400 ming so'm bo'lyapti. Baraka top. Qani endi puldan sanachi. 80 million 87 million 700. Ishqilib olib keta olasizmi buni, onajon? Nima deyapsan? Solma menga. Sizlar ham tilla sotmoqchi bo'lsanglar, Skupka Zolota uzga katta sumka olib kelinglar.